olib bersa, bundaq bilan bo'lmaydi. Bu mübarizaga ehtiromi katta vojib. Bu mübarizaga birodar bir rahbar voqei tayin qiluv vojib. İtaat az Allah va Rasul vojib. İtaat az ulul amr kasi seni ustinga, meni ustimda bayinvoni bir amir, bayinvoni bir rahbar tayin bo'ladi. Biz itoat qilsak bundan, buni zeri farmonravoyisiga, buni zeri farmoniga biz har amr kelib beradi bizga, biz ijro qilsak bavaja ahsan dega bir juz az bizni xizmatlarimizdan. Agar sen aysang men chavkuni ketidan non yesam u men shunda o'tirsam boshqa marim zahmat tartib menga olib kelib bersa, bu ne seni g'ayratingni ko'rsatadi, ne seni sha'ni shavkat izzatingni ko'rsatadi, ne va seni bir vatandoshligingni ko'rsatadi. Tanho bir baxotir agar sen turkan bo'lmasang, bo'lak boshqa qavm bo'lsang, sen baxotir vataning uchun, baxotir millating uchun muboriza qilganing yo'q, sen baxotir millating uchun talosh qilmaysan. Aziz inog'alarimiz, biz bugun şu Türkistan xayliqti va azodi xayliqti va adolatni bugun ketidan tuzat yiribmiz. Badaxshon Pomirdan shuru ta Heratgacha bugun javonlar hammasi uyg'onibdi. Biz boyat ikki barnomamiz bo'lsa, shu javonlarga biz bir hadaf va angizai durust munazzamda ko'rsatsak ki javoni Turkiston 200 yillik yil sen o'qiga qolding, 200 yillik yil 260 yil ya 300 yil sen uxlading, istirohat qilding, tafriq qilding, bas. Bugundan so'ng seni vazifang bayinvoni bir javoni Turkiston, bayinvoni bir javoni muboriz va adolatxoy Turkiston, chi dari zabon bo'lsang, chi azara zabon bo'lsang, chi o'zbek zabon bo'lsang, chi turkman zabon bo'lsang va chi tatar u qarliq u qazoq u qirg'iz bo'lsang, bugun senga uxu tag'in kerak emas. Sen baxotir adolating uchun, baxotir izzati to'rt aqvoming uchun, baxotir izzati millating uchun, baxotir sha'ni shavkati bobomiz ki bizga solhoy mutamodi, qarnhoy mutamodi hukumatdorliklarni bizga birodar mardimi jahonga ko'rsatdi, mardimi jahonga hukumathoy islomiy va modernni mardimga bular ihyo qildi, u mardimga yo'lini ko'rsatdi. Bugun mardim yo'lini topib olibdi. Biz mardimni ya'ni beaso fikr qiladilar. Ya'ni biz mardimni ko'r fikr qiladiki, o'zlari asa topib olgan. Ku asani ham bizni reshamizda va asliyatimizdan bular topgan. Shukr alhamdulillah, bugun javonlar hammasi uyg'ongan, hammasi muboriz, hammasi adolatxo. Agar bugun bir turkni tishi Badaxshonga avrusa meni bugun jonim avraydi. Bugun agar bir turkni joni faryobga avrusa meni jonim avraydi. Mundaq bir turklar bo'lsak, ittihod hambastaligimizni qo'ldan bermasak, beglik u xonlik u vala men katta u meni naslim katta, meni naslim beg o'tgan, men munchador oti nasabim bor, meni munchador mulk doroyim bor. Agar sen turksen, agar sen xohlasang adolat qilsang, agar sen xohlasang dubara qudrati Amir Temur u Jahongir bobangni qudrati dubara ahyo bo'lsa, sen xonligingni qo'bart, sen mulk daroyingni qo'bart, shu yo'lga masraf qil, sen joningdan shu yo'lga kechkin. Shu zaman sen nima ish qilasang, sen ozodiy bir Turkistonni sen qo'lingga olib kelasang, o zaman millat bilan bir joyga o'tirib shu ozodlikni tajlil qilsang, sen shu ro'z muvaffaqsen. Sening noming tarixga noming tarixga sizladi ki inshaalloh azim biz az jumla shunday bir javonlardan ham jonimizdan baxotir bu yo'l uchun kechamiz, ham molimizdan kechamiz. Hech narsadan biz darig' qilmaymiz, biz baxotir ozodlik bir Turkiston uchun. Va minallohi tavfiq. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.